Tekşehirlerimizle başlayımız. Mavzumunda hürmetli vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Şinjan'da musulmonlar ziyonkashlikka uchrayotganda İran jim turib oldi deb aybladi. Mavzuli xabar 9-oyning 14-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qildi. Washington xabar bundoq boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 9-oyning 13-kuni, ya'ni haftaning 4-kuni yerim kechida Twitterda fikr qoldirib, İranning oliy darajalik rahbarining Jungoning Şinjan'da Uyg'ur musulmonlarini zo'r ko'lamda yig'ib olish, lagerlarga qamag'anligi to'g'risidagi xabarlar tarqalganda inkas qaytarmay jim turganligini, Xomeyniyning inkas qaytarmay jim turganligini qattiq tanqid qildi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Twitterga qoldirgan fikrni mundaq ko'rsatdi. İranning yuqori darajalik rahbari Xomeiniy o'zini islom dunyosining doisi deb tasavvur qildi. Lekin Xomeyniyning hokimiyati Jungoning Şinjan'da bir necha 100 ming musulmon ziyonkashlik qilganligi va ularni yig'ib olish lagerga qamag'anligi to'g'risidagi masalalarga inkas qaytarmay jim turib oldi. Jungo İrandan nefret setib oladigan davlat edi. Bloomberg agentligi xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Jungoda doirlar Şinjan musulmonlarini xo'rlash masalasida xalqaro jamiyatning qattiq tanqidiga uchragan bir paytda Davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning Twitterda qoldirgan fikri Beijingga texmi ko'p ovorchilik qilib keldi. Pochta mashinasi kelib edi, sal bezovta bo'ldim, kechiringlar vaqtimiz. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Prezident Trump hukumatida Jungoning Şinjan'da Uyg'ur musulmonlarining kishilik huquqini eng og'ir dafsanda qilayotgan masalaga cho'nqur ko'ngil bo'ladigan amaldorlarning birisidir. Yani keldi mashina to'yla. Diqqat vatandoshi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Prezident Trump hukumatida Jungoning Şinjan'da Uyg'ur musulmonlarining kishilik huquqini eng og'ir dafsanda qilayotgan masalasiga Jungoning Uyg'ur musulmonlarini kishilik huquqini eng og'ir dafsanda qilayotgan masalasiga cho'nqur ko'ngil bo'ladigan amaldorning birisidir. Yer tekrar olib ketdi, pochta mashinasi 2 qatim beka aylandi, bilmay qoldim. Shuning bilan zehnim chechildi, vatandosh kechiring meni. Amerika Davlat Majlisida partiya guruhlaridan alqilgan parlament a'zolari o'tgan oyda Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo va Moliya ministri Munichinga xat yozib, Şinjan'da Uyg'urlarga ziyonkashlik qilgan mas'uliyati bor. Jungo amaldorlarini jazolashni, ularning Amerika kirishini cheklashni talab qilgan edi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi bayonotchi Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining Jungoning ichki ishlariga aralashmasligini ogohlantirgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi a'zolari Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi a'zolari Davlat ishlar kotibi Mike Pompeoga xat yozib, Tayvan sayli-sayohat qonunini umumyuzlik ijro qilishga chaqiriq qildi. Mavzuli xabar 9-oyning 15-kuni Amerika ovozi Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi.
Bu yeni mavzu yine. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasının a'zosi Christopher Smith haftaning 4-kungi, ya'ni chizlar 13-kungi kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ga xat yozib, Amerika hukumatining Tayvan sayli sayohat qonunini umumyuzlik ijro qilib, Amerika Tayvan o'rtasida hukumatning yuqori darajalik amaldorlarining o'zaro ziyorat qilishiga yo'l qo'yib, o'xshashla Jungoning Tayvanni diplomatik g'urbatchilikda qoldirib, tajovuzchilik xarakterida harakat qo'llanib, Tayvanga tahdid solganligi, endi Tinch okean rayonining hozirgi holatini o'zgartmoqchi bo'lganligi tufayli Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining ansirash bilan muomala qilishiga aydakchilik qildi. Christopher Smith xatida bunday ko'rsatdi. Jungo ko'p tarafli tashviqot hujumi qo'zg'ab, ko'p tarafli tajovuz xarakterda va ig'vogarchilik bilan Tayvanga besim ishlatdi. Harbiy parxod bombardimonchi aeroplanlarni avatib, Tayvanning atrofini aylanib, hamda Tayvan bo'g'izida amaliy o'q etib, harbiy manevr o'tkazdi. Men sizdan Tayvan sayli sayohat qonunini umumyuzlik ijro qilib, Tayvan Amerika o'rtasida hukumat amaldorlarining o'zaro ziyorat qilishiga yo'l qo'yib, Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlarga qatnashishiga tirishchanlik ko'rsatishingizga aydakchilik qilaman. Christopher Smith Davlat Majlisining a'zosi Mike Pompeo davlat ishlar kotibiga yozayotgan xat. Xizmat degani bunday ko'rsatildi. Xatda, kechiringlar, xat degani bunday ko'rsatildi. Amerika ma'muriy doiralari erkin, ochiq, endi Tinch okean rayonini qurishga kuch chiqarish kerak. Christopher Smith bunday ko'rsatdi. Men buni himoya qilaman. Bu nishonni ishga oshirishda Tayvan intayin muhim. Tayvan qonun bilan davlat boshqarishning ulgusi deb ko'rsatildi yozilgan xatda.